Bebaho boyligimiz bo'lgan mustaqillik bizga nimalar berganini bilarmidingiz? Milliy valyuta 1994-yilda so'm muomalaga kiritildi. Konstitutsiya 1992-yil 8-dekabrda yangi konstitutsiya qabul qilindi. Xalqaro tan olinish 190 ta davlat tomonidan tan olindi. BMTning a'zoligi 1992-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'ldik. Tashqi siyosatda esa 130 ta davlat bilan diplomatik aloqa o'rnatilgan. Ta'lim imkoniyatlarimiz, minglab yangi maktablar, litsey va universitetlar ochilgan. Iqtisodiy erkinlik, bozor iqtisodiyotiga o'tildi, xususiy sektorlar rivojlandi. Turizm ochilishi, Samarqand, Buxoro kabi shaharlarga turistlar oqimi keskin oshdi. Milliy tiklanish, til, madaniyat, urf-odatlar erkin rivojlana boshladi. Eng asosiysi, pasport kuchi oshdi. O'zbekiston fuqarolari uchun vizasiz yoki soddalashtirilgan kirish mumkin bo'lgan davlatlar soni 30 tadan 90 taga yetdi. Turizm portlarida 2016-yilda 2 million turist oqimi bo'lgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 3 barobar o'sdi. Valyuta erkinlashdi. 2017-yildan odamlar banklardan erkin valyuta sotib ola boshladilar. Mega qurilishlarga start berildi. Yangi shahar, yangi Toshkent loyihasi boshlandi. 7 yilda oliy ta'limlar soni 3 barobar oshdi. Avtosanoat kengaydi. UzAuto Motors orqali eksport va ishlab chiqarish oshdi. Eng asosiysi, xalqni boy qiluvchi biznes ochish osonlashdi. Firma ochish esa bir necha kunda, hatto onlayn amalga oshirildi. Kambag'allik qisqardi. Kambag'allik soni 23% dan 14% ga tushdi. Mustaqillik bu shunchaki bayram emas. Mustaqillik har bir qadamimizdagi erkinlik, har bir nafasimizdagi imkoniyatdir.